Metan haqida xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling. Farg'ona shahrida yo'nalishdagi avtobuslar 26-yanvar kuni metan gazi yo'qligi sababli yo'nalishga chiqmagan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Mas'udjon Sulaymonov Daryoga izoh berdi. Uning aytishicha, respublika magistral tarmog'ida yetishmovchilik bo'lgani bois 24-25-yanvar kunlari avtobuslarga metan gaz quyilmagan. Haqiqatdan ham shanba va yakshanba kuni metan gaz bo'lmagan. Faqat bizda emas, butun respublika bo'yicha metan gaz yetkazib berishda muammo bor. Bugundan metan gaz yetkazib berish boshlanadi va ertadan doimiy ish rejimiga o'tadi, dedi hokimlik axborot xizmati rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, hokimlik tabiiy gaz ta'minotiga mas'ul idoralar bilan kelishilgan holda faqat aholiga tabiiy gaz yetkazib berish topshirig'ini bergan. Energetika vaziri matbuot kotibi Dildora Hoshimovaning izohlashicha, metan zapravkalar onlayn rejimda kuzatib borilmoqda va vodiyda yakshanba 25-yanvar kuni 417 ta metan zapravka tabiiy gaz olgan. Kunlik ma'lumotlarimizda zapravkalar maxsus texnikalar va jamoat transportlari uchun berilayotgan tabiiy gaz hajmini e'lon qilyapmiz. Yakshanba kungi ma'lumotda Farg'ona viloyatida 160 ta, Andijon viloyatida 131 ta va Namangan viloyatida 126 ta zapravka gaz olgani ko'rinib turibdi. Bu onlayn tizim, dedi matbuot kotibi. Daryo mushtariylari xabar berishicha, gaz tanqisligi ortidan Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahrida ham avtobuslar yo'nalishga chiqmagan. Avvalroq Transport vazirligi Farg'ona viloyatida shanba va yakshanba kuni metan gaz berilmagani ortidan avtobuslar yo'nalishga chiqmaganini ma'lum qilgan edi.